Tarix shuni ko'rsatdiki, mustamlika kuchlar o'z hukmronligini saqlab qolish uchun har xil usullarni qo'llanib keldi. Buning ichida eng razil va uzoq muddat ziyoni bo'lgani zaharli chekimliklardir. Zaharli chekimliklar mustamlikalarning ko'rinmas qurolidir. 19-asrdan boshlab ba'zi mustamlika davlatlar o'zlari kontrol qilgan rayonlarda zaharli chekimliklarni keng ko'lamda tarqatgan. Bu xil siyosatning asosiy maqsadlari aholini kontrol qilish, iqtisodni ozlashtirish, madaniyat va kimlikni yo'qotish orqali qarshilik kuchini yo'qotishda ifodalanadi. Zaharli chekimlikka beqin bo'lgan kishilar odatda siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarga qatnashish iqtidorini yo'qotadi. Chekimlik masalasi oilaning iqtisodiy ahvolini nacharlashtirib, butun jamiyatning ishlab chiqarish kuchini tuvaltadi. Chekimlik ishitish ko'pincha an'anaviy qimmat qarashlar va madaniyatning ojizlashishiga sabab bo'ldi. Albatta sog'lom va kuchli bir jamiyat bo'lmasa, mustamlikaga qarshi turish kuchi bo'lmaydi. Bu xil siyosatning iznolari tarixning nurg'un joylarida ko'zga tashlandi. 18-asrdan boshlab Britaniya Hindistonda ishlab chiqargan apyunni qochoq yo'llar orqali Qing sulosiga setish boshladi. Apyun sodisi Qing sulosining iqtisodiy kuchini tugitib, davlat boyligining g'arbga iqishiga sabab bo'ldi. Apyunning keng tariqida ishlatilishi aholining sog'lomligiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, ko'plagan odamlarning hayotini buzib, jamiyatda harakatsizlik va beqinchilikni maydonga chiqardi. Oxirida Angliya boshliq jahongirlarning askariy hujumga bardoshlik berolmay, qo'rlig'uchi tangsiz shartnomalar orqali siyosiy hukmronligi ojizlab ketdi va Qing sulosining yemilishiga yo'l ochdi. Xitoylar Apyun urushi deb atagan bu davrni xo'rliq asri deb atadi. Teg'i yaqindala Amerika va uning ittifoqdoshlari Afg'onistondan chekinganida Afg'onistonga 5 million heroin chekuvchi bemorlarni avraz yo'llari va ko'rik ostiga tashlab qo'ydi. Islomiy imorat qurilib, bu xalqqa qaytadan insondek yashash imkoniyati yaratdi. نو الحمدلله د کم وخت نه چې امارت اسلامي الله رب العزت قائم کړی دی نو د امارت اسلامي امیر المؤمنین شیخ صاحب په دې باندې امر کړی چې مکمل د مواد مخدر د لپاره تاریاک دي چرس دي د مکمل د ټولو باندې بندیز لګولې دی Va zaharli chekimliklarni cheklab, Afg'on musulmonlarining istiqbolini qaytadan yo'ritdi. O'zimizga qaytsak, tarixiy sharmanchilikdan ta'lim olgan Xitoy jallodlari oltin ushburjakdan to'shib kelingan zaharli chekimliklar orqali minglagan Sharq Turkiston xalqining yoshlarini nishon oldi. Natijada bir turkum yoshlar nejiz Xitoylarning ziyonkashligiga uchirdi. O'tgan asrning 90-yillardan buyon Urumchi va G'uljida tuyuqsiz bosh ko'targan Uyg'ur yoshlar orasidagi zaharli chekimlik chekish va AIDS kasalining ofat xarakterlik tarqalish masalasi aslida Uyg'urlar uchun qabul qilg'il bo'lmaydigan bir ish edi. Islom e'tiqodi nuqtasidan zaharli chekimlik chekish musulmonlar uchun cheklangan ham ig'ir gunoh hisoblanadigan qilmish hisoblanadi. 1995-yildan boshlab G'uljidga uyg'oq kishilar jiddiy harakatga o'tib, Uyg'ur mashribi nomida millat yoshlarini qutqarishga otlandi. Demak, bizning ep berayotgan bu mashrablarimizniki noyati maydoni uchuq. Birinchidan axloq o'rganish, haqiqiy islom millati bo'ladi ekan, shu islomning aqidalarini to'g'ri tushunib, xato ideya tunolmay, to'g'ri ideyalar ep berishninki asosi mushunda qilib, yaxshi mashrablar, yaxshi so'rovlar G'uljida turli barliq keldi, ko'p bo'ldi. Ham mushunga sizlarning davomli mushun to'g'ri tushungan asosda texmo bizning kelgusi avlodlarni o'ylagan asosda va ajdodlarimizning yuzgaga asosda hammalar birdek kuch chiqarib, bu hammamizning o'rtaq orzuy bo'lishi kerak. Kelgusi shularni sifatli haqiqiy islom farzandlarini qilib chiqish uchun hammalar shu birdek kuch chiqarib, o'zimizga shu dushmanlik qilayotgan shu zaharli ichimliklar, dinimizga qasd qilayotgan shunda ishlardan qat'iy olib chekinishinglar kerak. Ammo Xitoy jallodlari Uyg'urlarning xatarga bo'lgan kollektiv sezgurlikka uyish kuchini ko'rib, Uyg'ur yoshlarini tutqun qilishga boshladi. 1997-yil 5-fevral kuni G'ulji xalqi tajovuzchilarning razil harakatlariga qarshi ko'chalarga to'kildi. Ammo bu harakat qo'lida to'mirning sunuqim bo'lmagan Sharq Turkiston xalqining qirg'in qilinishi bilan oyoqlashdi. Xitoydagi AIDS virusi eng ko'p tarqalgan rayonlar va nüfus zichligi asosan tekshirilgan statistikaga asosan 31 o'lka rayon bevosita qarashli shaharlar ichida Sharq Turkiston va Yunnonning yig'inchoqlagan delolar bo'yicha AIDS tarqalish nisbati eng yuqori bo'lgan. Chunki zaharli chekimlik chekish jarayonidagi AIDS bilan yo'qolinish buning eng chong sabablaridan biri edi. Xitoy ishlab chiqarish bazasi bo'lgan oltin ushburjakning qo'shnisi Yunnonning Xitoy va AIDSning umumlashgan rayon ekanligi tabiiy holda nimaga orliqdiki nurg'un Xitoy o'ltiraqlashgan rayonlardan o'tib oltin ushburjakka eng yiroq bo'lgan va aholisining ko'pchiligi musulmon bo'lgan Sharq Turkiston
aydiz va zərlik chekimlik eng tez yamirayotgan markazlarga aylandi. Mana bu Xitoylarning xalqimiz ustida yurgizayotgan qabih suiqasdini mana men deb ko'rsatib turdi. O'xshashli Sovet ittifoqi davrida Ruslar O'rta Osiyo musulmonlarining dini, milliy kimligi va ularning jangovar ro'yini zaiflashtirish uchun Sovet ittifoqining vodkasi Yevropaga yetishmay turgan bir vaqtda O'rta Osiyo musulmonlariga to'kma qilib setilgan edi. Chunki millat aroq sharab, mast qiluvchi ichimliklarga berilib ketganida ularning tajovuzchilarga qarshi ro'yini o'ltirgili, jismoniyatini zaiflashtirib, erlik g'ayratini sundurib tashlag'ili bo'ladi. Mana bugun Xitoy jallatlari vatanimizda aroq ichishni o'g'itish markazlarini ichib, umrda gazli ichimlikmi ichib baxmagan boylarga nejis ichimliklarni ichishga zo'rlamoqda. Yoshlarni buzish uchun tarbiyalash kurslarini ochmoqda. Oshxonalarda aroq setishga majburlamoqda. Texmi afsuslanlik yeri shuki, chet ellardami yotlarning madaniyat ta'siri ostida islomdan uzoqlashgan kishilar o'z nafsining orqasidan o'zini halokatga tashlamoqda. Aqli ushlasak, uni mashkara bu buningga ham bo'lishi mumkin. Bu zar, kokainni zarlanibdi dedi. Chekib zarlanibdi dedi. Uning keyin bu nechilik bol chekidi, nechilik bol satdan bir ras gap qilib ankakdek ulab ketdi, shusin bir qadim ras gap desam, hozir shu jamoat namlarni balki o'nlari va ballari va 30-dan yuqori bol chekidi hozir shuma. Chatanlikda apto chatanlikda sherik o'xshaydi, bir o'xshaydi. 30 qo'shiq uyg'ur bol chekidi vallah. Endi men deb qo'yganimiz shuni bilsanglar, aşı qarindoshimiz hammamizning inisi, balisi, qarindoshlari. Hech kim meni chakmaydi, to'g'ri, ammo uning biz ko'maydigan yerlari bor. Payg'ambarimizning hadisi musulmon bo'lsang salomat yursa degan gap bor. Shuning uchun biz tamoqni biz chakmasak bo'ladi. Tamoq chakkanligidan biz aslında urush banodik ya. Muhojiratga Sharq Turkiston xalqining Xitoy fashistlariga qarshi harakatining jonlanishi tufayli chet ellardami o'zimizdan chiqqan milliy munofiqlarni ishga solish orqali millat yoshlarini haqsiz chekimlik va ichimliklar bilan ta'minlab, kelgusidagi millat kuchini ojizlashtirishga, millatning raqobat kuchini tuvaltishga, an'anaviy axloq, fazilat va qimmat qarashlarini buzishga urinmoqda. Millat cho'qim bu tarixiy saboqni unutmasligimiz hamda bugungi kundami o'xshash xarakterdagi tahdidlarga sagak bo'lishimiz kerak. Bugun shu jaholatning yot madaniyat ta'sirida atisini o'ylamaydigan va tunugini eslamaydigan bir qism baxtsizlar atalmış madaniyat kishilik erkinlik afsullarini bozorga selish orqali millatni tuyuq yo'llarga boshlashga urinmoqda. Halbuki ana shu atalmış madaniyatlik jamiyatda minglagan insonlar tirik murdadek yashamoqda. Albatta bular dinimizdan yiroqlashgan, o'zligimizdan uzoqlashgan vaqtda düşmanlarga naitim qulay keldi. Chunki dinimiz o'zini halokatga tashlab, bir millatni xarob qilgan bundaq harom narsalardan cheklaydi va avlodlarimizni himoya qildi. Dinimiz tövbe va kechirimni tashabbus qilib, chekimlik ishlatuvchilarning bu illatdan qutulishiga umid va ilhom berish orqali kuchli ma'naviy asos bilan ta'minlaydi. Bu ma'naviy kuch kishilarning zararli chekimliklarga qarshi turish irodasini kuchaytiradi. Namoz, ro'za qatorliq ibodatlar kishilarning o'zini kontrol qilish iqtidorini kuchaytiradi. İslam dini kuchli jamoat tuyg'usi yetildirib, bu jamoat kuchi orqali zararli chekimliklarga qarshi turishda muhim rol o'ynaydi. Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, palvotlar bilan pal silish shaytonning ishi. Paskina qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar.